Ilm berilgan inson qanday qilib itga o'xshatilishi mumkin? Qur'on bu savolga birgina harf bilan javob beradi. Videoni oxirigacha ko'rib turing, hozir men sizga buni tushuntirib beraman. Qur'onda hidoyat topuvchi, ya'ni o'sha muhtad kalimasi bir necha bor keladi. Isro va Kahf suralarida bu kalimaning bir harfi tushirib yoziladi, ya'ni o'sha yo harfi tushirib yoziladi. Bu oyatlarning ma'nosiga keladigan bo'lsak, birinchisi qiyomat kuni haqida. Ikkinchisi esa g'orda uxlab yotgan kishilarning ustidan quyoshning aylanib o'tishi haqida. Ikkisi ham hali ko'rinmagan narsalar haqida. Ya'ni hidoyat qalbda hali yuzaga ko'rinmagan. Lekin A'rof surasida bu kalimaning yosi tushirilmasdan sobit qilib yoziladi. Bu kalima Bani Isroil ichidagi bir buyuk olim haqidagi qissada keladi. Alloh taolo unga o'z oyatlarini bergan edi. Lekin u dunyoga moyil bo'lib, havoyi nafsiga berilib, amaldan ancha uzoqlashdi va uni Qur'onda mana shunday tasvirlaydi. Uning misoli haydasang ham haydamasang ham tilini osiltirib turadigan itga o'xshaydi deb keltiradi. Ilm berilgan, lekin undan voz kechilgan bu allaqachon ko'zga ko'ringan real taqdir va aynan mana shunday ko'zga ko'ringan hissiy natija haqida gap ketganda kalimadan harf hazf bo'lmaydi. Bir kalimadan bir harfni hazf qilinishi va hazf qilinmasdan sobit qolinishi chuqur bir ma'nolarni anglatishi mumkin ekan. Mana shunday ma'lumotlar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, meni sahifamga obuna bo'lib qo'ying va bu videoni ilm o'qib turgan do'stlaringizga yuborib qo'ying.